Bismillah. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan o'sha mazali pirog retseptini sizlar bilan bo'lishim. Avvalo barcha quruq mahsulotlarimizni birin-ketinlikda idishchamizga solib olamiz. 60 gram kakao, 300 gram un, 1 choy qoshiq tuz, 1,5 choy qoshiq ichimlik sodasi va 300 gram shakarni bitta massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan quruq massamizga 3 dona tuxum chaqib olamiz. So'ngra eritilgan 70 gram sariyog'ni ham massamizga solib olamiz. Shirinligimizning eng asosiy mahsulotlaridan biri bo'lgan kefir yoki sutni ham qo'shib olamiz. Endi barcha masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. E'tibor bilan aralashtiring, bitta ham kamochkasi qolishi kerak emas. Aks holda shirinligimiz ichidan yaxshi pishmagan un yoki kakao bo'laklari chiqib qolishi mumkin. Ideal darajada tayyorlangan massamizga eng oxirgi bo'lib 1 choy qoshiq oksus solamiz va uzoq 1 daqiqa davomida aralashtiramiz. Eslab qolinglar, sizlarning ham massanglar xuddi shu quyuqlikda bo'lishi kerak. Listimizga solib 120 gradusda qizib turgan pechimizga 30-40 daqiqaga yuboramiz. Ko'rib turganingizdek shunaqa ishib, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Shirinligimiz yana ham mazali bo'lishi uchun miltr qultirilgan sutidan foydalandim. Xohlasangiz shokoladni eritib ustidan qo'ysangiz ham juda ham zo'r chiqadi. Keyin ustini shunaqa kokos qirindilari bilan bezatib oldim. Mazasi xuddi Praga tortini eslatuvchi pirogimiz ham tayyor bo'ldi.